Xullas qarindoshlar, xlebsini olib, kofega botirib, ustidan tvorog surtib, shu ketma-ketlikni 3-4 marta takrorlaydigan bo'lsak, dietetskiy tiramisu bo'lar ekanmish-da. Ko'rinishidan juda bir ishtahani ochadigan narsaga o'xshayapti. Endi esa biz buni O'xsharmikan-a? deb turib birinchi bo'lib qiladigan ishim xlebsini hidlab ko'rishdan boshladim. Popkornni hidi keladi-yu bundan. Ishonmasdan yeb ham ko'rdim. Popkornni mazasi kelyapti-ya. Dum-dumalo idishga kofeni damlab olib, xlebsini ikkala tarafini ham yaxshilab botirib, ustidan shirin tvorogni surtib chiqdim shu desanglar. Bu dietetskiy tiramisuni tayyorlash jarayoni buncha oson bo'lmasa deb shubhalandim, lekin qisqagina reklama. Qarindoshlar, bunday bir o'ylab qarasam, 2018-yildan beri Instagramda mahsulotlarimni sotish bilan shug'ullanar ekanman-da. Shuncha yillik Instagramda sotuv ko'nikmalarimni jamlagan holatda siz uchun Instagramda sotish kursini tashkil qiladigan bo'lsam, siz qarindoshlarimga qanchalik qiziq bo'lar edi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring qarindoshlar. Retseptga qaytadigan bo'lsak, hamma protsessni xuddi videoda ko'rsatgandek qilib, ustidan chiroyli qilib kakaoni sepib, bunday ichki narsalarni terib, ko'rinishi qimmat restoranlarda beriladigan desertga o'xshabdi. Endi buni mazasi qanaqa bo'pti ekan deb yeb ko'rganimni bilaman. O'sha retseptini o'ylab topganingga ham, dietingga ham, dietetskiy tiramisunga ham devordim. Bir bemaza narsa bo'lar ekan qilib o'tirmaylar demoqchi edim. Shuncha narsani qilishga qildim, tashlab yuborishga jalka. Ustidan asal quyib yeb ko'raychi, bir mazasi o'zgarar dedim-da. Ustidan bir qoshiq asal ag'darib yeb ko'rdim qarindoshlar. Ana endi bunga maza kirdi. Ana endi happy end bilan tugatsak bo'ladi qarindoshlar. Happy end.